Yosika M1 apparatini olgan klientim bugun sizga ishlatish usullarini o'rgatib beraman. Bu apparatimiz shunaqa chiroyli korobkasida bo'ladi. Ochganingizda bu yerda hozir olib qo'yganman, stolkasi chiqadi va bu yerda nasatkalari chiqadi. Oq korobkasining ichida zaryadniki chiqadi va ustida apparat chiqadi. Bu apparat kosmetologik protsedura, ya'ni kosmetologik apparatlarda o'rnini uy sharoitida bemalol bosib berishga kuch yetadigan apparat. Kunora o'zingizga 8-10 minutdan vaqt ajratasiz va yuzingizdagi juda ham ko'p muammolardan qutulsangiz bo'ladi. Buni stoykasining ustiga shunaqa qilib qo'yib kirgizib qo'yasiz. Endi nasatkalarimizni ko'rib chiqamiz. Nasatkalarimiz ham juda ham mukammal ishlangan, o'zini chiplari bo'ladi. Chiplarini to'g'ri solsangiz apparatning ichiga juda ham zo'r ishlaydi. Noto'g'ri solib qo'ysa sinib qolishi mumkin, shunga ehtiyot bo'lasiz. Va albatta buni uchidan emas, o'zini ushlab tortadigan joydan tortib chiqarasiz. Bu yerda 4 xil nasatkasi bor qizlar. Bu multifunksional nasatkasi hisoblanadi. Bu ion toklar bilan yuzingizga dermisigacha mahsulotlarning ingrediyentlarini yetkazib beradi va eng zo'r tarafi bu yuzni chiska qiladi. Bu apparatning ichiga vatni diskni solib, hozir o'rgataman uni ham yuzingizga chiska qilsangiz bo'ladi. Faqatgina nam, serumli yoki tonerli, kremli yuzlarga ishlaydi, quruq teriga ishlatish mumkin emas. Bu bir daniga 3 ta funksiyani amalga oshiradi. Yuzingizni tozalaydi, ion terapiya qiladi va RF, ya'ni terizni lifting berib, ko'tarib berish funksiyasiga ega. Buni ranglari o'zgaradi, dog'larga, ajinlarga juda ham zo'r ishlab beradi qizlar. Yuzni ozgina qizdirib, kollagen elastin ishlab chiqarishini tezlashtirib beradi. Buni o'zini funksiyalarini yoqib ishlatasiz. Chipini to'g'ri solishingiz kerak, yo'qqa qarab oling va mana to'g'ri yo'nalishda solasiz. Chip kirdi. Endi mana bu yerda temirlari sensor vazifasini o'taydi. Yaxshi ushab ishlatganingizda shunda biotoklar yaxshi ishlashni boshlaydi. Xo'p, endi o'rtasida mode degani bor. O'shani ezib tursangiz apparatimiz yonadi. Mana yondi qizlar. Yongandan keyin bu yerda clean degani o'zi chiqdi. Clean chiqqandan keyin bitta vatni diskni olamiz. Turbucha vatni diskni. Va mana apparatimizni temirini chiqarib oldik. Vatni diskda menda hozir qalinroq ekan, yupqaroq marli ham bo'laveradi. Mana shunaqa vatni diskni olib, tonerda namlaymiz. Tonerda namlagandan keyin buni uchiga kiydiramiz. Kiydirib, ustiga nasatkasini yopamiz. Endi bitta yo'nalish bo'yicha protsessni boshlaymiz. Mana tekizdik, clean уже yondi. Buni clean'da ko'tarib olsangiz bo'ladi. Mana level degani turibdi, clean'da. Ezib turib, mana tip taytda clean'da turibdi va mana plusda essiz buni darajasi ko'tariladi. Balandroq darajasiga olib chiqib boshlasak bo'ladi. Ishasizda mana 30 sekundda o'zi ovoz chiqarib o'chadi qizlar. Qizdiradi yuzni ozgina. To'g'ri yo'nalishda qiling. Xohlagan tarafingizga qilmaysiz, bitta joyda ko'p qoldirmang. Mana titit dedi, o'sha boshqa tarafga o'tasiz. Endi 2 marta qilib oldik, endi yana boshqa joyga o'tamiz. Bu o'sha 3-zonamiz yuz. Ko'rdingizmi? Bitta zonamni ikkita tititlaganda qildim. Keyin 3-chisida yana boshqatdan boshlanadi. Peshona zona bilan jag zonamga qilib oldim. Endi yana boshlanganda o'sha bu tarafiga o'tdim. Qiziyapti qizlar. Mana yuzimni ham qizartirishni boshladi yengil. Mana uchida nimasi turibdi, qo'lni yuzni tozalab beradi. Titit dedi, endi o'sha boshqa funksiyani 3 minut ketadi shu protsessga qizlar. Va o'zida to'xtaydi apparatimiz. Mana o'sha to'xtadi apparatimiz. Clean'i tugadi. Endi uchidagini tozalab oramizda. Yuzimizni serumlaymiz. Yosika brendining o'zini shunaqa gelidan olsanglar juda ham zo'r. Tekkizib olamiz. Men o'sha anchadan beri ishlatayotganim uchun serumim bosib oldi. Xo'p, bir qator artib. Endi protsessni tugatib olganimizdan keyin endi moisture o'tamiz. Mana o'rtadan SS moisture yozuv chiqadi, ya'ni namlash yuzda derma qavatigacha serumning ingrediyentlarini kirgizib beradi. Aynan bu gal juda ham zo'r ishlab chiqarilgan Yosikani shuni tonerdan keyin surib, endi yuzimizni ich qavatigacha ishlaymiz. Ketdik. Boshlaymiz protsessni. To'g'ri yo'nalishda ishlatishinglar kerak bo'ladi qizlar. Bu ham xuddi shunaqa. Ovoz chiqaradi, ovoz chiqargandan keyin boshqa funksiyaga o'tadi. Mana boshqa funksiyaga o'tdi o'sha. Funksiyasini almashtirdi. Funksiyalarni opisaniyada sizlarga fayl qilib tashlab yuzinglarga lifting effekt beradi, ajin dog'larni ketkazadi. Toshmali yuzlarni bemalol ishlatsangiz bo'ladi qizlar. Yuzinglar o'zini o'zi tiklaydi. Endi mana o'chdi, o'sha boshqa funksiyaga o'tsak bo'ladi. Ovozlarni eshitsangiz tugagandan keyin boshqacha ovoz chiqaradi. Buni ishlatganda tushunib olasizlar. Endi moisturedan keyin RF up, ya'ni RF upda bu mana apparatni boshidan ushayimizda sekin tortib chiqarib idishiga solamiz. Endi boshqa nasatkasiga o'tamiz. Nasatkani to'g'ri joylashimiz kerak. Nasatkaga o'tdik. Bunisi aynan yuzda muskullar bilan ishlaydi. Qizlar, bu apparat EMS apparat hisoblanadi. Elektrotoklarda muskullarga yuborib, ularda elastikligini oshirib beradi. Terimiz albatta yoki qizlar RFda ovoz chiqargandan keyin to'xtatasizlar, keyin nasatkasini almashtiramiz. Mana endi bu nasatkani vazifasi tugadi. Apparatimizni o'chirib olamizda, sekin tortib boshini chiqaramiz va joyiga solamiz. Keyingi apparatimiz bu EMS apparatimiz hisoblanadi. Bu muskullar bilan ishlaydi qizlar. Muskullarda ishlatib, elastikligini oshirib beradi va osilib qolgan joylaringiz bo'lsa ham juda ham zo'r effekt beradi. EMSga o'tdi mana. Rangi qizil yondi, dog'larga ham zo'r ishlaydi qizlar jonlar. Endi bu apparatda massaj qilishni boshlaymiz. Yana yuzimiz qurigan bo'lsa, albatta serumdan tekkizib olamiz, 1-2 tomchi. Buni kunora ishlatsanglar bo'ladi qizlar. Kunora polni protsedurani yoki haftada 2 marta yoki kunora, ya'ni haftada 2-3 marta ishlatasizlar. Ovoz chiqargandan keyin yana bir kurs qilinadi. Bu apparat o'zi avtomatlashtirilgan, ya'ni siz minutga qarab qilishingiz shart emas, o'zi ovoz chiqarib sizni ogohlantiradi. Bir marta tititladi, endi ikkinchi protsedura boshlandi deb sizni ogohlantiryapti. Ishlatishni boshlaymiz. Hozir ro'molim borligi uchun bo'ynimni qilolmayapman.
Lekin shunday olib quloqqa olib chiqasizlar. V-line chiqaradi yuzingizlarda. Bu tarafiga. Nasagubkalarda oldiga. Shunaqa mazza apparat qizlar. Anchadan beri ishlatib, shunaqa sevdim bu apparatni. Koreyada juda ko'p kosmetologlar o'zlari olib ishlatishadi o'zlariga. Yengil to'kirayotganga o'xshaydi, chunki biotoklar yordamida ishlaydi. Serumlarda dermaga kirgizib beradi. Muskullaringizni ishlatadi, zichlaydi, ko'tarib beradi. Qizlar, mana ovoz chiqardi, to'xtatamiz. Ya'ni 2 kurs bo'ldi. Bir marta polni yuzimizni qildik o'zimiz. Va titit ovoz chiqarganda yana bir marta bir kurs qilamiz, shu bilan tugaydi. Bu nasatkani ham almashtirish vaqti keldi. Buni ushayimizda birinchi o'chirib yuboramiz apparatni. Endi ushab chiqaramiz. Chiqarib joyiga solamiz. Endi esa ko'z uchun nasatkamiz, buni o'zini ushaydigan joyi bor, qizlar uchidan ushamanglar. Va mana to'g'ri yo'nalishda chiplarini solasizlar. Tushdi. Endi yoqib olamiz. Yoqqaningizdan keyin o'zi avtomat IKR deb chiqdi. Ya'ni o'zi sezadi. Qizlar, bu juda ham yengil toklar hisoblanadi. Qo'rqmaysizlar, ko'zlaringizga ziyon qilmaydi. Mana tekkizamiz. O'zini kitobida yo'nalishlari bor. Mana ushadingiz, sekin olib chiqasiz. Ushadingiz, sekin olib chiqasiz. Bu yoqni ham mana ushadingiz, sekin olib chiqasiz. Ushab oldingiz, sekin olib chiqasiz. Ushab oldingiz, sekin olib chiqasiz. Bu yoqni ham ushab oldingiz, sekin olib chiqasiz. Ushab oldingiz, sekin olib chiqasiz. Qovog'ini tayini ham qilsa bo'ladi. Ushab oldingiz, sekin olib chiqasiz. Ushab oldingiz, sekin olib chiqasiz. Ushab oldingiz, sekin olib chiqasiz. Bu qovoqlarni ko'tarishga ham juda zo'r yordam beradi. Ushab oldingiz, sekin olib chiqasiz. Ushab oldingiz, sekin olib chiqasiz. Ushab oldingiz, sekin olib chiqasiz. Bu qizlar ko'z atrofidagi osilishlarga, qorayishlarga va ajinlarga juda ham katta yordam beradi. Ajinlar bo'lsa ham yoy beradi. Nasagubkalar singan bo'lsa, ustiga qo'yib ushab turasizlar va joyini almashtirasizlar. 2 marta ovoz chiqaradi, shu bilan protsess tugaydi qizlar. Ko'zda nasatkasini ham almashtirib, endi muzlatadigan, yuzda tinchlantirib, poralarni qisqartiradigan nasatkasiga olib o'tamiz. Qizlar, uchini ushab, sekin chiqarib olamizda. Muzlatadigan nasatkasini solamiz. Tushdi. Endi modni ezib yoqamiz. Juda ham oson, bir-ikki qiyinga o'xshab tuyulishi mumkin, lekin tezda o'rganib olasiz. Aynan cool funksiyasi bu sizni apparatingizni zaryadini ko'p yeb qo'yadigan funksiya, chunki juda ham zo'r muzlatib beradi. Poralaringizni nerealniy darajada qisqartiradi qizlar. Qaranglar, boshladik. Buni bunday yurgizmaysiz, faqat qo'yasiz porali joylaringizga. Boshladik. Shunaqa zo'r tinchlantirib beradi yuzingizlarda. Yuzga do'kon gel yoki o'zini gelidan surib ishlatsanglar ham juda ham zo'r. Protsess tugagandan keyin o'zi ovoz chiqaradi va o'chadi qizlar. O'chgandan keyin nasatkasini ushab, boshidan chiqarib idishga solib qo'yamiz. Buni vibratsiya berib ishlaydigan funksiyasi ham bor qizlar. Mana hozir yoqdik, ko'rdinglar, mo'ysherga qo'ydim. Clean'da ham ishlaydi, mo'ysherda ham ishlaydi. Endi mana plyusda ezib turamiz. Boshladik protsess. Tingaytdi, уже boshladik. Birinchisida mana oddiy biotoklar bilan ishlaydi, to'kiryapti. Hozir yuzimda serum bor. Nam yuzga ishlaydi, qizdirib ishlayapti. Mana, titib debdi, уже o'tdi. Eshityapsizlar? Mana, vibratsiya bilan ishlayapti. Buni ham o'zini muddati bor. O'zi ishini tugatib bo'lib o'chadi qizlar. Keyin xohlasanglar yana yoqsanglar bo'ladi. Atak bir kunga o'zi yetarli minutlarda bu regulirovka qilingan apparat. Juda aqlli apparat. Siz bitta ishlatishni o'rganib bo'lsangiz, faqat mana shu yuzingizni to'g'ri yo'nalishda ishlatib tursangiz, o'zi funksiyalarini o'zgartiradi. Mana titit qildida, уже yana boshqa funksiyasiga o'tadi. Bu yuzimizga qilamiz. Hozir mana qizdiryapti. Qizdirgandan keyin bu tugasa, yana vibratsiyasi yonadi qizlar. Bitta joyga ko'p qo'yib turib bo'lmaydi, kuydirib qo'yish mumkin. Quruq yuzga qilib bo'lmaydi.